1000 oydan yaxshiroq kecha. Qur'oni Karimda shunday deyiladi: Bismillahirrohmanirrohim. Laylatul qadri khayrun min alf shahr. Ya'ni Laylatul Qadr 1000 oydan yaxshiroqdir. Qadr surasi 3-oyat. Buning ma'nosi Qadr kechasi 1000 oyga teng degani emas va 1001 oyga teng degani ham emas, balki bu kecha 1000 oydan ko'ra ancha yaxshiroq kechadir. Uning hisobini biz bila olmaymiz. Bu ne'matni izlang. Qadr kechasini oxirgi 10 kunlikka yashirilgani Alloh taoloning hikmatidir. Bunday ulug' ne'matning vaqti shunchaki aytib qo'yilganida uning qadri bo'lmas edi. Shuning uchun bu ne'matga erishish yo'lida mashaqqat ham chekish kerak. U zot bizga Laylatul Qadrni qaysi kechaga yashiringanini bildirmadi. Faqatgina oxirgi 10 kunlikda, yana ham aniqrog'i tog' kechalarda kelishni aytdi. Agar bir yil 25-kechada kelgan bo'lsa, keyingi yil 21-chi, undan keyingi yillarda 23-chi, 27-kechada kelishi ham mumkin. Turli xil kechalarda kelaveradi. Endi agar sizni Qadr kechasini topish va uning barokatlariga ega bo'lish qiziqtirsa, u holda ushbu 5 kechada bedor turishga harakat qiling. Shunday ulug' fazilatni qozonish uchun ushbu 5 kechani bedor o'tkazish aslo qiyin ish emasdir. Qadr kechasi yig'in va ma'ruzalar kechasi emas. Ba'zi odamlar bu kechani jamoaviy yig'inlar uchun tayin qilib olishgan. Bugun falonchi domlaning ma'ruzasi bo'ladi, da'vat qiladi deya tashkillashtirayotgan katta-katta ziyofatlarga umrlar, ne kechalar qurbon bo'lyapti. Do'stim, bu Qadr kechasining fazilatini bayon qilish va uni qanday o'tkazish yo'lini o'rgatish uchun yig'in va marosimlarni oldinroq qilib oling. Bu kecha kelganda esa faqat ibodat ila mashg'ul bo'ling. Chunki bu kecha amal qilish kechasidir. Bu kechada va'z qilishning misoli shunga o'xshaydi. Bir kishi o'yin maydoniga kelib, chigal yozda mashqlarni boshlab yubordi. Vaholanki, u maydonga tushishdan oldinroq mashg'ulotlarni qilib olish kerak edi. O'yin o'ynash kerak paytda mashg'ulotga kirishsa, bu holda g'alabaga erishib bo'ladimi? Aslo yo'q. Chunki endi mashg'ulot qiladigan vaqt o'tdi. Asosiy vazifani bajaradigan payt keldi. Xuddi shunga o'xshab Qadr kechasi ta'lim oladigan, o'rganadigan kecha emas, balki bu amal qiladigan kechadir. Shunga ko'ra, shunday g'animat kechani ma'ruzalarda, majlis va yig'inlarda zoyi qilish uning qadriga yetmaslikdir. Qadr kechasi tanholikda o'tkaziladigan kechadir. Bu kechada banda bir xilvat joyni olib, Alloh taolo bilan bog'lanib, duo-yu iltijolar qilayotgan bo'lsa, haqiqiy amal ham, talab ham shudir. Qadr kechasida yig'inlar va tantanalar tashkillashtirishdan saqlaning. Uning har bir lahzasini g'animat biling, hamda yolg'iz ibodat qilishga, Robbingiz bilan xoli qolishga harakat qiling. Bir narsani tushunib oling. Bu kechada uyning bir burchagida o'tirib, nafl ibodat qilishdan hosil bo'ladigan fazilat masjidga kelib nafl o'qishdan hosil bo'lmaydi. Qadr kechasi Alloh taolodan maqsadlar so'raladi. Har holda qolgan kechalarni shu tarzda o'tkazish zarurdir. Agar Alloh taolo bizga bu kechalarda ibodatga tavfiq ato qilgan bo'lsa, dunyoviy, diniy, maishiy maqsadlaringizni ham, yurt, millat va jamiyatingizga tegishli maqsadlaringizni ham barchasini so'rab olavering. Allohim, o'zingning fazling va karaming ila bizning holatimizni isloh qil deb duo qiling. Agar biz bu kechalarni mana shu tarzda o'tkazib olsak, u holda inshaalloh bu Ramazon ham muborak. Bu kechalar ham, undagi duolar ham muborakdir. Alloh taolo ushbu Ramazonning har lahzasini to'g'ri maqsadda o'tkazishga tavfiq ato qilsin. Amin.